Navbatdagi fayzli xonadonimizda asosiy fasad devoriga gibkiy kameralarimizni o'rnatish maqsadida biz Namangan viloyati Nanay tumaniga yetib keldik. Assalomu alaykum do'stlar. Xonadon fasad devorining birinchi ko'rinishini sizlar bilan bo'lishkim keldi do'stlar. Fasad devoriga rodbin tortib qo'yilgan ekan do'stlar. Gibkiy kamen maxsus kilega rodbin bilan chiqishmaydi. Shu sababli biz ustiga asechka berib kafenli kilik tortib olamiz. Kafenli kiliklarimizni tortib bo'lganimizdan keyin maxsus gruntovka surtib, keyin gibkiy kamenlarimizni o'rnatishni boshlaymiz. Ma'lumot uchun aytib o'tdim do'stlar, mel bilan gibkiy kamenni kiligi chiqishmaydi, hech qachon tushib ketib qolishi mumkin. Uy egalari bilan doговорga kelsak, 1 kvadrat gibkiy kamen maxsus kiliga maxsus laki yetkazib berish xizmati va gibkiy kamenlarni devorga o'rnatish uchun usta xizmatlari ichida 95 mingdan dogovor qildik. Xonadon fasad devoriga cho'tki ko'rinishdagi va rangdagi gibkiy kamenlar tanlangan do'stlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Xudo xolasa ushbu xonadonimizga yarashadi degan umiddamiz. Tez kunlarda ushbu xonadonimizni devoriga gibkiy kamenlarimizni o'rnatib bo'lganimizdan keyin nimalar qildik, qancha ketdi, shu haqidagi video syomka qilib ma'lumotni sizlarga tushuntirib beraman. Do'stlar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Kimga gibkiy kamen to'g'risida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. To'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bizni gibkiy kamen ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Biz hozirda O'zbekistonda barcha tumanlari, qishloqlari, shaharlari bo'ylab 1 kvadrat gibkiy kamen maxsus kiliga maxsus laki yetkazib berish xizmati, gibkiy kamenlarni o'rnatib berish uchun usta xizmatlari ichida devor holatiga qarab 100 ming so'mdan 110 ming so'mgacha asosiy fasad devori, sokul, fundament qismlariga gibkiy kamenlarimizni o'rnatib kelyapti. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Bizni kuzatishda charchamanglar.